ana shu Jabroil alayhissalomning hadisini bir qator eslatib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. U kishi aytadi, kunlarning birida Nabiy sallallohu alayhi vasallam bilan birga o'tirgan edik. To'satdan bu majlisga soch soqollari qop-qora, kiyimlari oppoq, birortamiz tanimagan bir notanish kishi kirib keldida, to'g'ri Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ro'parasiga o'tirib, tizzasini Rasulullohning tizzasiga tegizib o'tirdi. Ya'ni shu darajada yaqin keldi. Qo'lini o'zini tizzasining ustiga qo'yib turib, bir qancha savollarni so'radi. Islom nima? Nabiy sallallohu alayhi vasallam javob berdilar: Islom Allohni yakkada bilishing, namoz o'qishing, roza tutishing, zakot va haj. Islomning 5 ta ustunini aytdilar. Haligi odam to'g'ri aytdingiz dedi. Sahobalar hayron bo'lishdi. O'zi so'rab turib tasdiqlayapti. Xuddi bir imtihon qilayotgandek. Menga iymon haqida xabar bering. Nabiy sallallohu alayhi vasallam ana shu iymonning 7 ta shartini aytdilar. Allohga, farishtalarga, qiyomat kuniga, xullas iymonning 7 ta rukunini. Haligi odam 3-savolni berdi. Menga ihson haqida xabar bering. Ihson nima? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: Al-ihson an ta'budalloha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihson Allohni ko'rib turgandek ibodat qilishliging. Inson Allohni ko'rib turganda, ko'rgan bo'lsa, agar ko'rsa, qanaqa ibodat qilar edi? Allohni ko'rib turgandek ibodat qilishing ihson. Garchi Allohni ko'ra olmasang ham, u seni ko'rib turibdi. 4-savoli qiyomatning alomatlari haqida edi. Savolni so'radi, 4-sini chiqib ketdi. Biroz vaqt o'tgandan keyin Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Ey Umar, savol so'ragan kim ekanligini bilasizmi? Allohu va rasuluhu a'lam deb javob berdi Umar ibn Xattob. Payg'ambarimiz aytdilar: "Bu Jabroil edi. Sizlarga diningizda ta'lim bergani keldi" dedilar. Mana bizga tegishli joyi dinni 3 ta rukunini Jabroil alayhissalom ta'lim berib ketdi. Dinni 3 ga bo'ldi. 3 ta rukuni, 3 ta ustunini gapirdi. Islom nima, iymon nima, ihson nima? Islomning nima ekanligini bizga fiqh ilmi o'rgatadi. Buni aytdik. Qanday namoz o'qiymiz, qaysi vaqtda roza tutamiz, qanday qilib haj qilamiz, qo'yingki fiqhiy masalalar. Bu islom deyiladi. Endi iymonni nima o'rgatadi? Aqida ilmi o'rgatadi. Allohga iymon keltirish, qiyomatga iymon keltirishlik, tarozi, qiyomat, jannat, do'zax. Mana endi 3-si, ihson martabasi. Buni nima o'rgatadi? Birodarlar, tasavvuf ilmi o'rgatadi. Biz mana shu Mavoron Nahr yerida yashar ekanmiz, esimizdan chiqmasin. Bu yurtda yashagan musulmonlarning hammasi mutasavvif bo'lgan. Tasavvuf ilmini mahkam ushlagan. Keyingi davrlarda har xil buzuq oqimlar tasavvufni, sufiylikni, mutasavviflikni shirk, kufr deb singdirib tashladi. Vaholanki ana shu tasavvufni, qalbning musaffoligini o'rgatadigan ilmni nima deb so'rasangiz, shu odam bilmaydi. YouTube'da aynagan ancha-muncha bir oqimlarda, toifalarda shatalaq otayotganini ko'rib, har xil holatlarga o'zini solayotganligini ko'rsatib turib, mana shular sufiylar, mana shular mutasavviflar desa, o'sha bitta rolini ko'rib turib xulosa qilib olyapti. Vaholanki o'sha tasavvufni shirk, kufr deyotgan birodarlarimiz tasavvufni tezini ham bilishmaydi. Xo'p, islomni fiqh o'rgatar ekan. Iymonni aqida o'rgatar ekan. Ihson martabasini nima o'rgatadi? Qalbning musaffoligini. Yana qaytarib aytaman, bizni yurtda yashagan musulmonlarning hammasi tasavvuf ilmini mahkam ushlagan. Jasadimiz bilan qiladigan ibodatlarimizni fiqh ilmi o'rgatyapti. To'g'rimi? Iymon e'tiqodimiz masalasini aqida ilmi o'rgatyapti. Nimaga e'tiqod qilishimizni. Endi nafs tarbiyasini-chi? Jon, nafs bitta narsa deb tushuninglar. Jon, nafs bitta narsa. Va nafsin va ma sawaha. Ya ayyatuhan nafsul mutmainna. Alloh taolo Qur'onda jasadimizga xitob qilmagan, e'tibor beringlar. Alloh taolo Qur'onda bizni ruhimizga xitob qilmagan. Chunki bu ruh olib qo'yiladi, inson o'ladi. Alloh bizni nafsimizga xitob qilgan, jonimizga.
3 xil nafs bo'ladi, 3 xil jon bo'ladi. Mutmainna, qanaqa edi? Nafsun ammora, nafsul lavoma, nafsul mutmainna. Xotirjam nafs, o'zini egasini ma'lumot qilib turadigan nafs va yomonlikka buyurib turadigan nafs. Mana shu nafsni tarbiyasi tasavvuf ilmining ishi. Birodarlar, shuni o'qiymiz. Shuning uchun birodarlar, mana 30 yil mobaynida islomni, iymonni, fiqh bilan aqidani o'rgandik, ko'p narsani o'rgandik. Endi mana shu nafs tarbiyasiga ham kirishaylik, birodarlar. Islom tarixini qarasanglar, Hasan Basriydan boshlab bu tasavvuf ilmi, sufiylik davom etib kelyapti. Tariximizni qarasanglar, qanaqa katta g'alabalar jang maydonida, qanaqa katta futuhotlar bo'lgan bo'lsa, mutasavvif olimlar va ularning shogirdlari fath qilgan bu narsalarni. Quddusni musulmonlarga fath qilib bergan kim edi? Salohiddin Ayyubiy, mutasavvif bo'lgan birodarlar. Nuriddin Zanki, mana mutasavvif bo'lgan. Istanbulni fath qilgan Muhammad Fotih, mutasavvif bo'lgan. Mo'g'ullarni Aynu Jolud ma'rakasida yer tishlatgan qo'mondonlar, sultonlar, bizni O'rta Osiyodan ketgan sultonlar. Sayfiddin Qutuz, sulton beboslar mutasavvif bo'lgan. Birodarlar, islom tarixini yaxshi o'rganinglar-da, siraga taqib qo'ygan achkani olib turib. Mutasavviflar, tasavvufda ushaganlar ummatga juda katta g'alabalarni, futuhotlarni olib kelgan. Ammo mazhabni inkor qilgan, mazhab kerak emas degan, Moturidi Ash'ariylar adashgan degan, tasavvufni kufr deganlarni qaranglar-da, bunga o'xshagan futuhotdan bironta yo'q. Tushunyapsizlarmi nimaga kirishyapmiz? Istiqoma. Bugungi mavzuyimiz istiqoma martabasi, istiqoma maqomi. Nima u? Muhabbat mavzusini, uni manzilatini suhbat qildik. Allohga bo'lgan muhabbat, birodarlar, dinning asli. Ixlos haqida suhbat qildik. Ixlos eng zarur narsa. Ilm haqida suhbat qildik. Ilm dinning asli. Bugun istiqoma haqida suhbat qilamiz. Ihdinas sirotol mustaqim. Bir kunda necha marta aytamiz. Bizlarni mustaqim yo'linga, to'g'ri yo'linga hidoyat qilgin. Istiqoma birodarlar, to'g'ri bo'lish, mustaqim yo'lda turish. Istiqoma ayni karomat, azizligini o'zi. Birodarlar, din bizga saodatni beradi. Sakinatni beradi. Xotirjamlikni beradi. Tavfiqni beradi. Qalbimizni osuda bo'lishini beradi. Bular ulug' ne'matlar. Inson mana shu ulug' ne'matlarga qachon erishadi? Dinning samaralaridan qachon foyda oladi? Istiqomada turganida, mustaqim bo'lganida, Allohning amrida to'g'ri turganida. Ko'chada ham odob axloqlik, Alloh buyurganidek, uyda ham odob axloqlik. Demak, mustaqim bo'l. Kichkinaroq mashina minib yurganda qoidaga rioya qilar edi. Endi qimmatroq mashina minib olgandan keyin endi tug'yon qilyaptimi? Demak, mustaqim emas bu odam. Mustaqim odamga kamerani keragi yo'q. Uni kuzatib turishligi uchun. Chunki kim ko'rib turibdi uni? Istiqoma manzilati. Istiqoma haqida Qur'onda nima deyilgan? Astagfiru billah. Innal ladina qalu robbuna Allohu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wa la tahzanu va abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Albatta Parvardigorimiz Allohdir deb so'ngra to'g'ri, ustuvor bo'lgan zotlarning oldiga o'lim paytida farishtalar tushib derlar. Mustaqim bo'lgan bandalarga farishtalar o'layotgan paytida bo'yi mustaqim bandalar kelib aytadi: "Qo'rqmanglar, g'amgin bo'lmanglar. Sizlarga va'da qilingan jannat xushxabari bilan shodlaninglar." Mustaqim bo'lgan banda o'lim arafasida vahima qalbiga kelib turganda ko'ziga ko'rinib qo'rqma, xotirjam bo'l. Senga jannat bor deb xotirjamlik beradi. Kimga? Mustaqim bo'lgan bandaga, istiqomada turgan bandaga. Shuning uchun Robbim Alloh aytishga oson. Shu bilan bo'ldimi? Mustaqim bo'lib qoldimi? Shu Robbim Alloh deb qo'yishligi bilan komil iymonli bo'ladimi? Ha birodarlar, la ilaha illalloh deyishligi bilan kishi musulmonlar qatoriga kiradi. Ammo biz bu o'rinda mustaqim bo'lish qanaqaligi haqida bahs qilyapmiz. Din bizga sakinat beradi dedik.
xotirjamlik, osudalik beradi dedik. Hayotimizni yurishtirishimizni zo'r qiladi deyapmiz. Endi ana shu dinni shu mevalardan foydalanish uchun mustaqim bo'lish kerak. Robbim Alloh. Bu bir marta aytib qo'yiladigan so'z emas. Bu bahs. Uzoq bahs. Ikkinchi oyat. Istiqoma haqida. Astagfirullah. Innal ladina qalu robbuna Allohu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wa la tahzanu va abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Odamlar qo'rqadi, birodarlar. Nimadan qo'rqadi? Ustiga kelishi mumkin bo'lgan xatardan, kelajakdan qo'rqadi. Qalbi iztirobga tushadi. Natijada bugungi kuni rasvo bo'ladi. Insonni bugungi kunini rasvo qiladigan narsa ikkita. O'tmish ishlarni eslab pushaymon bo'lish, kelajak keladigan ishlarni, kelajakdagi ishlarni o'ylab turib qo'rqish. Pushaymon bilan qo'rquv insonni hayotini rasvo qiladi. Ammo mustaqim bandalarda mana shu narsa bo'lmaydi. Alla taxofu va la tahzanu. Qo'rqmanglar keladigan ishlardan va mahzun bo'lmanglar o'tib ketgan ishlarga. Mana ommaviy axborot vositalarini ko'rsang, siz bilan bizni qalbimizni qo'rquvga kiritishda, bizni yuragimizni tushirishda, bizni siqib bo'g'ishlikda musobaqa o'ynayotganga o'xshaydi. Bir-biridan vahimali xabarlar, bir-biridan xavotirli bashoratlar, endi anaqa bo'larmish, endi manaqa bo'larmish, bormi? Yuraklaringiz siqilib ketadi. Oxiri aqlingiz ko'tara olmasdan yuragingiz ko'tarmay nima deysiz? Nima deysiz? Uni qachon aytasiz? O'sha siz nazaringizni hal qila olmay qoldingiz-da o'sha. Boshida ayting, birodar. Agar siz mustaqim bo'lsangiz nima deysiz? Birodarlar, ma sha Allohu kana. Alloh nimani xohlagan bo'lsa bo'ldi. Va ma lam yasha lam yakun. Nimani xohlamagan bo'lsa bo'lmadi. Endi buni bu yog'iga ham. Alloh aytgani bo'ladi, Alloh aytmagani bo'lmaydi. Bu e'tiqod, bu xotirjamlik kimda bo'lar ekan? Kimda bo'lar ekan? Mustaqim bandalarda. Ihdinas sirotol mustaqim. Istiqoma martabasini suhbat qilyapmiz, birodarlar. Ammo birodar, mustaqim bo'ladigan bo'lsang, senda bu xavotir yo'q. Albatta Parvardigorimiz Allohdir deb, so'ngra to'g'ri, ustuvor bo'lgan mustaqim zotlarning oldilariga o'lim paytida farishtalar tushib derlar: "Qo'rqmanglar, g'amgin bo'lmanglar." Chunki ular Robbim Alloh degan, mustaqim bo'lgan, Allohning Robb ekanligiga qalbi qanoat qilgan. Chunki birodarlar, Alloh taoloning o'zigina Robb. Yolg'iz uning o'zi Xoliq. Hamma narsa uni qo'lida. Kim aytgani bo'ladi? Ikkinchi oyat. Astagfirullah. Innal ladina qalu robbuna Allohu thumma istaqamu fala khawfun alayhim va la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Mana istiqoma haqidagi oyatlar. Albatta Parvardigorimiz Allohdir degan, so'ngra to'g'ri yo'lda ustuvor bo'lgan, mustaqim bo'lgan zotlar uchun xavf va xatar yo'qdir va ular g'amgin bo'lmaslar. Ana o'shalar jannat egalari bo'lib, u joyda mangu qolurlar. Bir odamga mustaqim bo'l desangiz, men payg'ambarimman mustaqim bo'lgani deydi. Kim aytdi senga mustaqim bo'lish faqatgina payg'ambarlarga tegishli deb? Dalil bor, birodarlar. Siz bilan biz ham mustaqim bo'lishimiz kerakligi haqida. Men payg'ambarimda men qo'limdan kelmaydigan narsani gapirma. Bu noto'g'ri tushuncha. Astagfirullah. Fastaqim kama umirta va man taba ma'ak va la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Bas ey Muhammad alayhisalom, siz va siz bilan birga tavba qilgan zotlar mustaqim bo'linglar. Tug'yonga tushmanglar. Albatta u zot qilayotgan amallaringizni ko'rib turuvchidir. To'g'ri yo'lda bo'lish, mustaqim bo'lish, tug'yonga kirib ketishlik, istiqomadan chiqib ketishlik. Qarangda, mana Alloh taolo payg'ambarlarga nimani buyurgan bo'lsa, mu'minlarga ham shu narsani buyurdi. Fastaqim kama umirta. Siz va sizga ergashganlar Muhammad alayhisalom Alloh buyurganda ham mustaqim bo'linglar. Birodarlar, mana shu oyat tushgandan keyin fastaqim kama umirta. Ey Muhammad alayhisalom,
sizga buyurilganidaqa mustaqim bo'ling, istiqomada bo'ling degandan keyin, shu oyat tushgandan keyin Rasulullohning shaxsiyatida qarilik alomatlari ko'rindi. Shayyabatni Hud va ahavatuha deganlar Rasululloh. Meni Hud surasidagi oyatlar qaratib yubordi degan. Chunki mana shu birodarlar hozirga aytilgan oyat Hud surasidan edi. Rasululloh menga Alloh buyurganidek bo'la olyapmanmi degan g'am bilan Rasulullohda qarilik alomatlari ko'rindi. Biz Alloh taolodan aziz qilishini so'raymiz doim. Tavfiq berishini so'raymiz. Dushmanlarimizni ustidan g'olib qilishini talab qilyapmiz. Duolarimiz ijobati bo'lishini talab qilyapmiz. Robbimiz bizga mustaqim bo'l deyapti. Hozir biz aytgan narsalarni Alloh bizga berishi uchun bizda istiqoma, mustaqim bo'lishlik kerak. Mustaqim bo'lishligimiz kerak. Biz mukarram bo'lishlikni, aziz bo'lishini xohlaydigan bo'lsak, Allohning amrida mustaqim bo'lishimiz kerak. Istiqoma nima o'zi? Istiqoma tug'yonning ziddi. Biz aytgan istiqoma Alloh buyurgandaqa to'g'ri bo'lishlik degani. Demak, istiqoma nima ekan? Tug'yonning ziddi ekan. Tug'yon tekis chizig'idan chiqib ketishlik. Tug'yon programmadan chiqib ketishlik. Poyiz relsdan chiqib ketsa, demak tug'yonga ketdi. Chunki uni yo'li faqatgina mana shu temir yo'l edi. Astagfirullah. Ar-Rahman allamal Qur'an, xalaqal inson, allamahul bayan. Mehribon Alloh Qur'onni ta'lim berdi. U zot insonni yaratib, unga bayonni, nutqni ta'lim berdi. Shu yerda nimani o'rni almashib qolyapti? E'tibor berdinglarmi? Insonga ta'lim berdi deb turib, keyin yaratdi deyapti. O'zi yaratgandan keyin ta'lim berarmidi? Mana endi diqqat qilib eshitdinglar-da. Mehribon Alloh Qur'onni ta'lim berdi. U zot insonni yaratib, unga bayonni, nutqni ta'lim berdi. Yaratmasdan turib qana qilib ta'lim berdi? Avval yaratadi, keyin ta'lim beradimi? Bu yerda ta'limni avval aytdi. Bu oyatda Alloh taolo insonni hayotida manhaji dasturi bo'lishligini bizga bayon qilyapti. Yaratmasdan avval insonga Qur'onni ta'lim berishi mumkin emas. Avval yaratadi, keyin ta'lim beradi. Bu o'rindagi muqaddam qilishlik martaba taqdimi. Martaba taqdimi. Agar bir inson dunyoda yashasa-yu, hayotda o'zini manhaji bo'lmasa, nimaga kelganligini bilmasa, nima uchun yashayotganligini bilmasa, qayoqqa ketishini bilmasa, bu insonning qadr-qiymat qanchalik bo'ladi? Istiqoma kerak. Ilohiy manhajda o'zingga lozim deb bilishing kerak. Allohning amrini, payg'ambarining sunnatini o'zingga lozim tutishing kerak. Tug'yon nima? Ana shu manhajdan chiqib ketishlik. Aqidangiz o'zingiz xohlagan narsa. Fe'llaringiz nafsiz xohlagan narsa. Qo'yingki, programmangiz yo'q. Musulmon odamda shunaqa bo'ladimi? Musulmon odamda unaqa bo'lmaydi. Hamma riboga pul olganda harom deydi. Hamma tarozidan urayotgan bo'lsa ham harom deydi. Issig'ida nashaqada roza tutasizmi, o'zingni qiynaysanmi desa roza tutadi. Chunki o'zining nimasi bor? Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu wa waylun lil mushrikin. Ey Muhammad alayhisalom, ularga ayting, hech shak shubha yo'qki, men ham xuddi sizlar kabi bir odamdirman. Menga Robbingiz yolg'iz Allohning o'zi ekani vahiy qilinmoqda. Bas sizlar uning o'ziga to'g'ri toat ibodatda bo'lingiz, mustaqim bo'ling, undan mag'firat so'rang, mushriklarga esa halokat bo'lgay. Mana endi bu oyatda fastaqimu ilayhi, u uchun mustaqim bo'ling deyildi. Kishini mustaqim bo'lishligi, to'g'ri bo'lishligi Alloh uchun bo'lishligi kerak. Mustaqimsiz Alloh uchun. Odamlarning ko'ngli uchun, biror bir mukofotni qo'lga kiritish uchun, falonchilarga yoqish uchun, ularning ko'nglini ovlash uchun emas. Chunki mustaqim bo'lsangiz, bular ham bor. To'g'risiz, tarozidan urmaysiz, rost gapirasiz, mustaqimsiz. Agar shu sifat sizda bo'ladigan bo'lsa, odamlar tomonidan ham sizga foyda bo'ladi.
hurmat qiladi, ishonadi, nasiyaga beradi, ancha-muncha narsalarni nima qiladi? Uslubga qilib qo'yadi bizning tilda. Endi sizni mustaqim bo'lishligingiz, istiqomangiz Alloh uchun bo'lishligi kerak, odamlar uchun emas. Fastaqimu ilayhi. U uchun mustaqim bo'linglar. Biz birodarlar qanchalar Alloh taolo uchun o'zimizni xor tutsak, Alloh taolo bizni shunchalar ko'taradi. Alloh uchun qanchalar sabr qilsak, Alloh bizni shunchalar aziz qiladi. Qanchalar Alloh taologa biz itoatda bo'lsak, Alloh taologa qanchalar bo'ysunsak, Alloh taolo boshqalarni siz bilan bizga bo'ysundirib qo'yadi. Alloh taolodan haybatlansak, bizdan ham odamlar haybatlanadigan bo'ladi. Agar qalbimizdan Allohdan bo'lgan haybat ko'tarilib ketadigan bo'lsa, odamlar ham bizdan haybatlanmay qo'yadi. Birodarlar, bu qonun. Qanchalar Allohga egilasiz, o'zingizni xor tutasiz, sabr qilasiz, haybatlanasiz Allohdan, Alloh sizni har tomondan ko'taradi. Endi buni aksi bo'lsin. Alloh bilan umuman ishingiz bo'lmasin. Xohlaganda yashang. Alloh bilan hech qanday kor ishingiz bo'lmasin. Alloh taolo sizni o'z holingizga tashab qo'yadi, xor bo'lasiz. Chunki birodarlar, azizlik istiqomada, mustaqim bo'lishlikda, azizlik Allohga xor bo'lishlikda. 4-oyat. Istiqomaning yangi ma'nosi. Va allav istaqomu ala tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa. Mana endi mustaqim bo'lgan bandani rizqi keng bo'lishligiga ishora. Albatta, agar ular mustaqim bo'lganlarida, to'g'ri yo'lda ustuvor turganlarida nima bor ularga? Albatta biz ularni imtihon qilish uchun mo'l yomg'ir bilan sug'organ bo'lar edik. Ya'ni rizqini keng qilib qo'ygan bo'lar edik. Kimki Parvardigorining zikridan yuz o'girsa, u zot uni qattiq azobga yo'llar. Mana mustaqim bo'lishida yana bitta foydasi, rizqingizda baraka bo'ladi. Birodarlar, rizq yozilgan. Iymon keltirganmiz. Kishi onasini qornida 4 oyga to'lgan kuni farishta kelib rizqini, ajalini, amalini, baxtli yoki baxtsiz bo'lishini yozgan. Rizq yozilgan. Siz musulmon bo'lasizmi, kofir bo'lasizmi, fosiq bo'lasizmi, taqvodor bo'lasizmi, u rizq keladi. Faqat taqvoda bo'lsangiz, mustaqim bo'lsangiz, barakotli bo'lib keladi. Fosiq, fojir bo'lsangiz, barakatsiz bo'lib keladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning shu mazmunda hadislari bor. Banda dedilar Rasululloh, qilgan gunohlari sababli rizqining ba'zisidan, rizqining ayrimlaridan mahrum bo'lib qoladi. Rizqidan mahrum bo'ladi emas. Agar qilgan gunohi tufayli umuman rizqidan mahrum bo'lishi bo'lsa, kofirlar umuman ochidan o'lib ketish kerak. Fosiq, fojirlar umuman nima deydi, gaday bo'lib ketishligi kerak. Yo'q, Rasululloh aytibdilar, kishi qilgan gunohi tufayli rizqining ba'zisidan mahrum bo'ladi, ya'ni rizqini barakotidan. Shuning uchun 10 ta odam ishlashi shart emas bitta uyda. Osoyishta, xotirjam hayot bo'lishi uchun. 2 ta yo bitta odam ishlasa yetadi. Faqat shu xonadon egalari mustaqim bo'lsin, Alloh taolo barakot beradi. Dara ishga ketdi, bo'ldi. Kelinlar, qizlar, ayollar telefon gapirib olgan. Endi u erkak yuribdi ko'chada, shu xotinga, bola chaqamga rizq olib kelaman deb, uydagilar, ahillar mustaqim bo'lsin. O'sha maza bemaza narsa bilan ovora bo'lmasin. Namozini vaqtida o'qisin, Qur'onni tilovat qilsin, zikrda bo'lsin, uyini pokiza tutsin, Alloh uchun. Ular ham mustaqim bo'lsin Alloh uchun, eridan qo'rqqanligi uchun emas. Shunda bitta odam ishlasa yetadi birodarlar. Ishonaverlar, yetadi. Shuning uchun 5 kere 5 25. 100 yil burun ham shunaqa edi, 1000 yildan keyin ham shunaqa. Mana barakotli osoyishta, osuda hayot kechirishni siri mustaqim bo'laylik, tamom. Agar ular to'g'ri yo'lda ustuvor bo'lganlarida, ya'ni mustaqim bo'lganlarida nima bor edi? La asqaynahum ma'an ghadaqa. Ularni biz mo'l yomg'ir bilan rizqlantirgan bo'lar edik. Ya'ni rizqiga baraka bergan bo'lardik deydi. Istiqomaning birinchi mevasi mulkchilik, serobchilik. Bu Alloh taolaning va'dasi. Istiqomaning mevasi bu barakali yomg'ir.
mo'tadil kelayotgan samo suvi, albatta bu ilohiy marhamat. Mana Alloh taolaning Al-Musa'ir ismini o'tdik Asmaul Husno darslarida. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning oldiga kelib, "Ya Rasululloh" deyishdi sahobalar. Narx-navolar Madinada ko'tarilib ketdi. "Sa'irlana, narxlarni cheklab belgilab bering." Rasululloh xohlamadilar narxni belgilashni dedi. "Innallohu huval musa'ir" dedilar. Narxlarni Alloh taolo belgilaydi dedi. Qana qilib? Narx-navo birodarlar, dehqonchilikka bog'liq. Dehqonchilik serob bo'lsa, narx-navo arzon bo'ladi. Endi dehqonchilik nimaga bog'liq? Nimaga bog'liq? Ob-havoga bog'liq. Ob-havo kimning qo'lida? Ana, ob-havo Alloh taoloning qo'lida. Demak, mustaqim bo'lasiz. Ob-havo mo'tadil keladi, kerak bo'lganda yomg'ir yog'adi, kerak bo'lganda ob-tog' chiqadi, dehqonchilik zo'r. Binobarin narx-navolar ham arzon bo'ladi. Albatta agar ular to'g'ri yo'lda ustuvor bo'lganlarida, biz ularni mustaqim bo'lganlarida, biz ularni imtihon qilish uchun mo'l yomg'ir bilan sug'organ bo'lar edik. Demak, insonlar mustaqim bo'lsa, ularning ustiga xayriyat yomg'iri keladi. Endi istiqomadan chiqib ketsa odamlar, mustaqimlardan chiqib ketsa, samo suvi kamayadi. Qachon hayo suvi kamaysa, samo suvi kamayadi. Qachon ayollarning go'shtlari arzon bo'lsa, chorvalarning go'shtlari qimmatlashadi. Ayollarning jasadlariga, ayollarning badanlariga, tanasiga yetishlik oson bo'lsa, ayollarning tanalari arzon bo'lib ketsa, fahsh yoyilsa, ayollarning hayosi, iffati ko'tariladigan bo'lsa, ayollarning go'shti arzon bo'lsa, chorvalarning go'shti qimmat bo'ladi. Birodarlar, bu Alloh taoloning bu koinotga qo'yib qo'ygan sobit qonunlari. Agar odamlar uchun Allohning hukmlari qadrsiz bo'lsa, odamlar uchun Allohning hukmlari qadrsiz bo'lsa, bu odamlar ham Alloh uchun qadrsiz bo'ladi. Bu darslarimizni avvalida ikkita hadisda aytganmiz. Mana shu ikkita hadis bizning shiorimiz tazkiyotun nafs ilmida. Payg'ambarimiz aytadilar: "Man arafa nafsahu, arafa robbahu." Kim o'zini tanisa nafsini, Robbisini taniydi. Ikkinchi hadisimiz: "Man amila bima alima, awrasahu Allohu ilma ma lam ya'lam." Kim bilgan ilmiga amal qilsa, Alloh bu bandaga bilmagan narsalarning ilmini berib qo'yadi. Mana mustaqim bo'lsak, barakot kelishini bildik. Endi amal qilaylik-da. Barakot keladi. Endi bilganimizga amal qilganligimiz uchun yana bilmagan narsalarimizni ham ilmini beradi. Nima degani bu? Boshqalar eshitib tushunmagan narsani darrov tushunasiz. Boshqalar qarab ko'rmayotgan narsani darrov ko'rasiz. Bilganiga 100% amal qilgan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam bo'ladilar. Undan keyin sahobalar bo'lishadi. Undan keyin tobiinlar bo'lishadi va hokazo. O'shuning uchun qaranglar-da, ular bilgan ilmiga amal qilishuvdi, dunyoni Alloh taolo ularning oyog'ini tagiga to'kib qo'ydi. Ular bilgan narsasiga amal qilishuvdi, Alloh taolo ularni tuya haydab yurgan, qo'y haydab yurgan, teze hidi kelib turgan sahroya arablarni butun dunyodagi ummatlarga ustoz qilib qo'ydi. Aytdik-ku, Alloh uchun ular xor bo'ldi, nafsini xor qildi, Alloh ularni aziz qildi. Ular Alloh uchun sabr qildi, Alloh ularni ko'tardi. Biz shuna qila olmayapmiz-da hozirgi ummat. Mana bugun eshitdik. Mustaqim bo'lsak, barakotli yomg'ir bo'lar ekan. Mustaqim bo'lsak, rizqimizda barakot bo'lar ekan. Mustaqim bo'lsak, dunyoda osuda hayot bo'lar ekan. Ko'p pul topish shart emas, birodarlar. Halol, barakali pul topish kerak. O'shuning uchun nech pul topasan, bu ishni qilsang deb so'ramanglar. Alloh yozgan pulni topib keladi. Faqat qanaqa pul topasan deb so'rashlik kerak. Qanaqa pul topasan? Barakotli pul topaylik, birodarlar. Insonlar tirikchiligi halolmi, harommi farqiga bormay qo'ysa, Allohning amriga beparvo bo'lsa, bunaqa bandalar Alloh uchun ham qadrsiz bo'ladi. So'rang o'zingizdan. Biror yangi ish boshlamoqchisiz.
bir kasb yoki bir tijoratga kirishmoqchisiz, yoki bir yangi bir tovar olib kirmoqchisiz tijoratingizga. Sizni qiziqtirganmi? Shariatda nima deyilgan bu masalada? Yangi ishga kirishmoqchisiz. Domlaning oldiga borib so'raganmisiz? Domla, mana bu ishni qilmoqchiman, mumkinmi deb? Yo qilib bo'lib turib, yarmiga borib, problemaga kirgandan keyin yechimini so'raganmisiz? Agar bizga Allohning hukmlari qadrsiz bo'lsa, biz ham qadrsiz bo'lamiz. Astagfirullah. Qul huval qodiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shi'an wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kayfa nusarrifu al-ayati la'allahum yafqahun. Ayting deyapti Alloh taolo An'om surasida. U sizlarga ustingizdan yo oyoqlaringiz ostidan azob yuborishga yoki sizlarni guruh qilib aralashtirib qo'yib jangi jadallarda biringizga ikkinchingizning zararini tottirib qo'yishga qodir bo'lgan zot. Qarang, anglab yetarmikinlar deb oyatlarimizni qanday bayon qilyapmiz. Agar sizga Allohning hukmi qadrsiz bo'lsa, Allohning shariati bilan ishingiz bo'lmasa, Alloh qodir. Baloni ustingizdan ham tushirib qo'yadi, oyog'ingizni taydan ham chiqarib qo'yadi, oranglarga solib qo'yadi fitnani. Biringlarni go'shinglarni biringlar yeysizlar deyapti. Mana vulqonlar, chaqmoqlar, zilzilalar, uraganlar, smerchlar, tabiiy ofatlar. Birodarlar, bularning bari Allohning iqobi deyiladi. Allohning jazosi deyiladi. Endi mustaqim bo'lgan bandaga bu xavotir yo'q. Bu qo'rquv yo'q. Kelajakdan xavotir yo'q, o'tgan narsasiga pushaymoni yo'q. O'tgan darsimizda aytdik-ku, bugungi shirin kunimizni achchiq qiladigan narsa ikkita. O'tib ketgan ishlarni eslab pushaymon yeyish va kelajakda kelishi mumkin bo'lgan narsalarni o'ylab xavotir qilish. Ammo mustaqim banda o'tmishidan pushaymon ham bo'lmaydi, kelajagidan qo'rqmaydi ham, bugungi kuniga rozi bo'ladi, binobarin baxtli yashaydi. Seni birodar istiqoming, mustaqim bo'lishliging Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning istiqomasiga o'xshashligi kerak. Rasululloh Alloh uchun mustaqim bo'lganlar. Seni istiqoming Zayd uchun yoki Amr uchun bo'lishi kerak emas. Istiqomaning samaralaridan Alloh taolo senga yengillikni beradi, sendan qayg'uni, g'amni, tashvishni, torlikni va siqilishlikni ketkazadi. Biz Alloh uchun mustaqim bo'lishimiz kerak ekan. To'g'ri bo'lishimiz, pariyatishni bo'lishimiz Alloh uchun bo'lishligi kerak ekan. Ikkinchisi, agar biz mustaqim bo'ladigan bo'lsak, Alloh taolo biz ustimizga mo'l-ko'l, barakali yomg'ir yog'dirar ekan. Rizqimiz keng bo'lar ekan. Faqat istiqomamiz Alloh uchun bo'lishligi kerak. 3-chi o'qigan oyatimizda, agar bandalar Allohning hukmiga beparvo bo'lib, xohlagan ishini qilib yashaydigan bo'lsa, Alloh bunaqa bandalar ustidan ham balo yog'dira oladi, oyog'ini taydan ham balo chiqarib qo'ya oladi va bir-birlarining orasiga fitna solib, bir-birlarining ikkinchilarini zararni tottirib ham qo'yishlikka qodir bo'ladi. Demak, birodarlar, mustaqim bo'lish bu to'g'ri bo'lish degani. Uyingizda ham to'g'risiz, ko'chada ham to'g'risiz, shefta oldida turganda ham to'g'risiz, shagirtni oldida turganda ham to'g'risiz. Mustaqim banda ustida kamera bo'lish kerak emas, shart emas. Mustaqim banda klient qarab turgan bo'lsa ham, qaramay turgan bo'lsa ham nima qiladi? To'g'ri. Alloh azza va jalla Qur'onda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni maqtab, astagfirullah va innaka la ala xuluqin azim deb marhamat qildi. Albatta siz, ey Muhammad alayhisalom, ulug' xulq ustidadirsiz. Axloq haqida gaplashamiz. Nafsni poklash, tazkiyatun nafs silsilasida axloq haqidagi darsimiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan "Mad-din ya Rasululloh" deb so'radi sahobalar. Din nima? Rasululloh aytdilar, husnul xuluq, go'zal xulq. Shuning uchun aytiladi, qaysi bir mo'min birodaringni axloqi senikidan yaxshi bo'lsa, uni iymoni ham, dini ham senikidan yaxshi ekan. Tasavvuf ulamolar aytadi, qaysi mo'min birodaringni axloqi sendan baland bo'lsa, uning tasavvufi ham sendan baland ekan deydi. Birodarlar, din bu axloq. Bu mavzuga kirishlikdan oldin kichkina bir tamhid. Dunyoda yashayotgan hamma insonni maqsadi
salomat bo'lish, baxtli bo'lish. Siz bilan biz yashab turgan bu zamonda turli fikrlar bor, turli mazhablar bor, turli jamoalar, oqimlar bor. Bir-biriga qarama-qarshi fikrlar juda ham ko'p. Mana shunday bir qiyin holatda inson o'zini Robbisini yo'lini topishi va ana shu yo'lni o'ziga manhaj qilib olishiga juda ham katta ne'mat. Insonga dunyoda ko'p ne'matlar berilgan. Sog'lik, boylik, mansab, farzand. Ammo bu ne'matlar insonni vafot etishi bilan tamom bo'ladi. Inson qabrga kirishligi bilan bu ne'matlar hammasi tamom bo'ladi. Endi hayotda bir narsa bor, bir ne'mat bor. Uni qadrini pul bilan o'lchab bo'lmaydi. Undan ortiq ne'mat bo'lmaydi. U qanaqa ne'mat? Haqiqatni anglash. Agar biz birodarlar mana shu haqiqatni anglasak va mana shu haqiqatga muvofiq yashaydigan bo'lsak, albatta baxtli bo'lamiz, dunyo va oxiratda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana Abu Muayhiba radhiyallohu anhudan u kishi aytadi, Rasulullohning xizmatida bo'lgan yigit. Tunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam meni chaqirib dedilar. Bu Rasulullohning vafotiga yaqin qolgan paytdagi ishlar. Ahli Baqiga istig'for aytishi menga buyurildi. Men bilan birga yur. U zot sollallohu alayhi vasallam bilan birga chiqdim. Qabrlar orasida to'xtab dedilar. Baqi qabristoni. Assalomu alaykum ey qabr egalari. Sizlarning boshingizga tushgan narsa odamlar boshiga tushgan narsadan yengilroq bo'lsin. Alloh sizlarni nimalardan saqlaganini bilsangiz edi. Aqbalatil fitan kaqita'il laylil muzlim. Qorong'i kecha kabi biriga ikkinchisi ulanib fitnalar kelmoqda. Keyingisi avvalgisidan yomonroq. Haqiqatan Rasululloh vafotidan keyin juda ko'p fitnalar bo'ldi musulmonlarning orasida. Sahobalarning o'rtasida fitnalar kechdi. Urushlar bo'ldi sahobalarning o'rtasida. Va bu fitnalar mana shu kungacha davom etib kelyapti, qiyomatgacha bu fitnalar turadi. Hamma o'zini haq deb turgan zamon. Hamma o'zini tanlagan yo'lni haq deb turgan zamon. Yo'llar bir-biriga teskari bo'lib turgan zamon. Bunday zamonda haqiqatan haq ustida turishlik katta ne'mat. Saodatning asosi, amalni to'g'ri bo'lishining asosi haqiqatni nima ekanligini bilish. Mana kechagi darsimizda aytdik, g'arb mamlakatlaridan bittasining ministri, premyer ministri o'zini o'zi qatl qildi, yoshi 70 dan o'tgandan keyin. Bironta bir sharmandalik ishi yo'q edi, undan xijolat bo'lib osib oldi o'zini degani, yo bir qarzi yo'q edi, to'lamasdan o'zini o'ldirdi degani. Nima uchun qatl qildi? Ateist edi. Oxiratga ishonmas edi. Xudoning borligini tan olmas edi. Lekin umrini shu 70 yoshdan o'tgandan keyin umri qarasa, Xudoning borligini tushunib qoldi. Shunda o'zini haqir sanadi. 70 yil yolg'on narsaga e'tiqod qilib yurgan ekanman dedi, o'zini o'zi qatl qildi. Haqiqatni bilishlik, asl haqiqat nima ekanligini bilishlik ulkan ne'mat. Misol, bir xonaga kirgizishdi, shu yerdan cho'ntagingga siqqanicha olib chiqib ketasan deb turib, sariq temir parchalarini uyum qilib har yerga bir tashab qo'yishibdi. 10 tami, 20 tami shu uyum turibdi. U yerda sof oltin ham bor. Mis ham bor. Oltin aralashgan mis ham bor. Oltinga rangi o'xshaydigan latun metali ham bor. Xullas, hammasi sariq metal, shulardan bittasi oltin. Shunda rosa alam qiladi, ha? Nima alam qiladi? Tillani qanaqa ekanligi haqidagi ilmni bilmaganligingiz, haqiqatni bilmaganligingiz rosa alam qiladi. Risk bor. 10 ga 1 endi shans. 10 ta uyum turgan bo'lsa, bittasi tilla. Cho'ntagingizga qancha to'ldirasiz? Tushunyapsizmi misolni? Dunyoga kelganda hamma o'zini oltin deb ko'rsatyapti. Hamma o'zini fikrini to'g'ri deyapti. O'zini tanlagan yo'lini haq deyapti. Shunda sizda ilm yo'q. Qaysinisi haq ekanligini ajratib beradigan bilimingiz yo'qligida siz adashib ketishligingizni, birodarlar, fitnalarga, ixtiloflarga, talash tortishlarga to'lgan zamonimizda asl haqiqatni nima ekanligini bilib olish o'ta ham muhim. Qaysi narsa haq, qaysi narsa botil. Hammasi sariq metal, hammasi oltinga o'xshayapti.
Lekin yagona bo'lgan haqiqat, mutloq bo'lgan haqiqat, aniq va ravshan bo'lgan haqiqat Alloh subhanahu va taoloning o'zi. Odam borki xato qiladi. Adashadi, tuzaladi, buziladi, to'g'ri ish qiladi, xatoga yo'l qo'yadi, ammo haqqul mubin bu Alloh subhanahu va taoloning o'zi. Yolg'iz Alloh taoloning o'zi siz bilan bizni yaratdi. Bu borliqni paydo qildi. Siz bilan bizni mana shu dunyoga kiritdi. Ana shu inson alal oqibat Allohning huzuriga albatta qaytib boradi. Mo'min bo'lsin, kofir bo'lsin, ishonsin, ishonmasin, o'limni tan oladimi hamma? Ha, o'lim haqiqat. Inson o'ldimi, aniq Alloh taoloning huzurida qoyim bo'ladi. Shuning uchun birodarlar, so'zimni boshida aytdim, har qanday insonni bu dunyoda yashayotgan paytda maqsadi saodatli bo'lish, baxtli bo'lish, salomat bo'lish. Endi bizni saodat topishimiz faqat va faqat Alloh taoloning manhaji bilan yashashimiz orqali bo'ladi. Mana namozxonlar o'tiribmiz hammamiz. Musulmonmiz, alhamdulillahi robbil alamin. Hayotdagi bir maqsadlarni bir aytib berchi desa, Allohning roziligi, Allohning diydori, jannatga kirish, hammamizning tilimizdan shunday chiqadi. Lekin hayotda qilayotgan ishlarimizni qarasangiz, bu narsalar birinchi o'rindagi maqsad emasligi ko'rinib qoladi. Ikki og'iz yolg'on gapiramiz, ko'proq pul keladi, yolg'on gapirib qo'yamiz. Va'da berib turib, borgimiz kelmay qolsa bormay qo'yamiz. Ha birodar, Allohning roziligi uchun yashayotgan odam bo'lsa, maqsadi Allohning roziligi uchun bo'ladigan bo'lsa, 3-4 chaqa uchun ahdidan qaytmasligi kerak. Bergan va'dasida turish kerak. Shunday emasmi? Shuning uchun siz bilan biz o'zimizni hayotimizni bir tekshirib chiqishimiz kerak. Fikrlarimizni, tasavvurlarimizni, kunlik hayotimizni, fe'l-atvorimizni. Mana talaba o'qigani kelib, masala eshitgani kelib, xatmiga quloq tutgani kelib, mashina mingan ukalarimizni qilayotgan qilig'ini ko'ring. Aytyapman, hammamiz Allohning roziligi maqsadimizni do'ramiz, lekin qilayotgan ishimiz hammasi shu maqsadimiz bilan muvofiqmi? Aytyapmiz-ku, tilimizda bir gap, lekin qilayotgan ishimiz va niyatlarimiz boshqa gap bo'lib qolmayaptimi? Agar bunaqa bo'ladigan bo'lsa, hech qachon saodat topmaymiz. Ishonavering. Saodatning siri nimada? Diqqat. Allohning manhajini bilish va unga amal qilishda. Allohning manhajini nima ekanligini bilish va unga amal qilishlikda saodatning siri. Bilib qo'yishligini o'zi kifoya qilmaydi. Amal ham qilishlik kerak. Bilishlik, amal qilishlik. Ikkalasi bu qarsak ikki qo'ldan chiqqandek, ikkalasi bo'lishlik kerak bizda. Biz juda ko'p narsani bilamiz, lekin o'sha ko'p narsamiz yarmiga ham amal qila olmaymiz. Saodatimiz shunga yarasha bo'ladi. Kim bilganini ko'proq qismiga amal qila olayotgan bo'lsa, demak uni saodat ham boshqalarnikidan nima bo'ladi? Baland bo'ladi. Demak, saodatning siri nimada? O'lchov va tushunchalarni ana shu manhaj bilan tuzatib olish deydi. Mana hayotni qarasangiz, realni gapirsangiz-da, juda ko'p odamlar, xususan musulmonlar ham g'arb hayotini havas qiladi. G'arb o'lkalariga borishlikni, shu yerda yashashni, shu yerda pul topishlikni havas qiladi. To'g'rimi? Odamlarning ko'plari havas qiladi. Nimani? G'arb o'lkalarini. U yerdagi katta maosh, mo'l-ko'lchilik, baland imoratlar, yangi mashinalar. Ha, o'sha yurtda yashayotganlarda ham boyi ham bor, kambag'ali ham bor. U yerda ham hamyerdagidaqa. Bizga doimiy suratda televideniya orqali ularning boyligi, ularning hashamatli hayot ko'z-ko'z qilinadi. Bir qarasang, fe'lan saodat topgan odamlarga o'xshaydi. Aslida-chi? Biz aytayotgan Allohning manhajini bilishmaydi. Binobarin ularning o'lchov tushunchalari g'arbcha. Endi o'lchov tushuncha Allohning shariatiga muvofiq kelmagandan keyin bunaqa tushunchali odam baxtli bo'lishi mumkin emas. Dalil? Dalil suitsid. Nima edi u? O'zini o'zi joniga qasd qilish, o'zini o'zi o'ldirish. Ana shu o'zini o'zi qatl qilishlikni statistikasi ana shu biz aytayotgan boy mamlakatlarda eng katta. O'sha suitsidni eng past raqam qaysi mamlakatlarda desa, musulmon mamlakatlarda.
Agar mana shu dunyo matohini katta bo'lishligini o'zi saodat bo'lsa, kambag'al mamlakatlarda ko'proq bo'lish kerak bu suitsid. Lekin o'sha yerda ekan. Steve Jobs nima deb o'ldi? Apple kompaniyasining asoschisi. Meni topgan pulim, topgan obro'yim, bu biznes imperiyam o'lim degan haqiqatni oldida sariq chaqaga ham arzimas ekan. Hayotda meni ishimdan boshqa quvonchim yo'q edi, deyapti. 8 milliard dollarni to'plab qo'ygan odam ishimdan boshqa quvonchim yo'q edi, deyapti. Shuning uchun birodarlar, haqiqatni anglash bu eng ulug' ne'mat. Eng ulug' ne'mat. Allohning manhajini bilish va unga amal qilishlik bu saodatni birodarlar kaliti bo'ladi. Bitta katta qasr deb tushuning, baxtni, dunyodagi saodatni katta bir qasr deb tushuning. Devorlari baland, qalin, juda ham katta bir mustahkam eshigi bor, katta qulf osib qo'yilgan. Siz baxt topmoqchisiz. Ya'ni shu qasrga kirmoqchisiz. Birinchi yo'li qulfni sindirish kerak. U ancha-munchaga sinmaydi. Yoki ikkinchi yo'li devorni teshib kirishlik kerak. Bu ham undan oson emas. Qancha mehnat, qancha kuch, chang, to'zon, to'polon, vaqt, shovqin-suron bilan kirish mumkin. Yoki yana bitta yo'li bor. Kalitini topasiz shu qulfni. Shunday solasiz, ochasiz, kirasiz. Ana shu baxt degan qasrga kirishlikni, qulfini ochishlik uchun Alloh taoloning manhaji kalit bo'ladi. Ular o'sha devorni teshib kiraman, qulfni yorib kiraman deb tipirchilayotgan odamlar, ana shu baxt degan qasrga bizda kaliti bor uni birodarlar. Kitobi sunnat degan. Har bitta narsaning kaliti bor bo'lgandek birodarlar, baxt saodatning ham kaliti bor. Tavfiqning ham kaliti bor. Biz Allohning ibodati uchun yaralganmiz. Ana shu maqsadni amalga oshiramiz, ibodat qilamiz, amal qilamiz, keyin baxtli bo'lamiz. Shuning uchun bizning saodatimiz birodarlar Allohga bo'lgan ibodatimizga bog'liq. Ilm va taqvoyimizga bog'liq. Boy yo kambag'al bo'lganimizga bog'liq emas. Agar shu bir rengi apparat bo'lsa-da, mana shunday tutib turib, rozimi yoki norozimi bo'ladigan rengin apparat bo'lsa-da, baxtsizmi yoki baxtlimi? Birinchi kimga tutardik? Boylarga. Qarab turar edik. Bu ham nima bo'ldi ekan hayotidan deysiz-da. Chunki hayotda inson agar Allohni tanimasa, Allohning manhaji bilan yashamasa, boy bo'lsin, kambag'al bo'lsin, u rozi bo'lmaydi. Binobarin baxtli bo'lmaydi. Chunki qancha badavlat odamlar bor oramizda, birodarlar, baxtsiz. Uni faqat o'zi biladi. Va qancha boy bo'lmagan oddiy odamlar ham bor, baxtli. Nima uchun? O'lchov tushunchasi to'g'rida buni. Inson dunyoga kelib minglagan savollarga javob qidiradi. Astagfirullah. Va laqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinat fantaqamna minal ladina ajramu va kana haqqan alayna nasrul mu'minin. Aniqki biz sizdan ilgari ham payg'ambarlarni o'z qavmlariga yuborganmiz. Bas ular qavmlariga aniq ravshan hujjatlar keltirganlar. So'ng biz jinoyat qilgan kimsalardan intiqom olganmiz va iymon keltirgan zotlarni g'olib qilish bizning zimmamizdagi haq bo'lgan. Mo'minlarni g'olib qilishlik meni ustimdagi haq deyapti. Keyingi oyatda o'qiymiz. Summa nunajji rusulana wallazina amanu kazalika haqqan alayna nunjil mu'minin. Mana endi mo'minlarni Alloh g'olib qilishligi, mo'minlarga nusrati berishligini Alloh taolo va'da qilyapti. So'ngra payg'ambarlarimiz va iymon keltirgan zotlarga najot berurmiz. Shunday qilib, oxir oqibatda iymon keltirgan zotlarga najot berish bizning zimmamizdagi burch bo'ldi. Ikkinchi oyatda va'da qilyapti Alloh. Men g'olib qilaman deyapti. Keyingi oyat. Walan yaj'alallohu lil kafirina alal mu'minina sabila. Va Alloh hargiz kofirlar uchun mo'minlar ustiga yo'l bermagay. Mo'minlarga yordam beraman, nusrat beraman, ularni mag'lub qilmayman, dushmanlarning ustidan g'olib qilaman deyapti. Lekin hayotni qarasangiz, buni g'irt teskarisi bo'lib turibdi-yu. To'g'rimi?
Qur'ondagi aytilgan narsa hayotda voqeligi ko'rinmayapti-yu. Iymon keltirganlarni g'olib qilish bizning zimmamizdagi haq. Iymon keltirgan zotlarga najot berish bizning zimmamizdagi burch. Alloh hargiz kofirlar uchun mo'minlar ustiga yo'l bermagay. Hayotda bular bo'lmayapti-yu hozir. To'g'rimi? Shunda Qur'on yolg'onmikin? Axir hayotda buni teskarisi bo'lyapti-yu. Hayotda bu narsani bo'lishi mumkin emasga o'xshaydi deb o'zingiz bilmagan holda kufrga yaqinlashib qolmang, birodar. Allohning kalomi haq. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning so'zlari haq. Valan yaj'alallohu lil kafirina alal mu'minina sabila. Va Alloh hargiz kofirlar uchun mo'minlar ustiga yo'l bermagay. Unaqa bo'lmayapti-yu. Haqiqatan musulmonlar o'zini vatanida turib, qoni to'kilib, o'zi yurti vayron bo'lib, boyliklari talon-toroj bo'lib turib, yana terrorist degan laqabni olyaptimi? Alloh taolo g'olib qilaman degan ekan u degan savol kallangizga keladi va noqulay holatga tushib qolasiz. Buni nima deb tushunamiz? Astagfirullah. Va'adallohu allazina amanu minkum va amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim. Alloh sizlardan iymon keltirgan va yaxshi amallar qilgan zotlarga xuddi ilgari o'tgan iymon e'tiqodli zotlarni yer yuziga xalifa hukmron qilganidek ularni ham yer yuzida xalifa qilishni va ular uchun o'zi rozi bo'lgan islom dinini g'olib, mustahkam qilishni hamda ularning xavf va xatarlaridan so'ng tinchlik, xotirjamlikka aylantirib qo'yishni va'da qildi. Ular menga ibodat qilurlar va menga biror narsani sherik qilmaslar. Kim mana shu va'dadan keyin kufroni ne'mat qilsa, bas ular itoatsiz kimsalardir. Lekin hayotda hozir unaqa bo'lmayapti. Hayotda hozir oyatda aytilgan narsaning teskarisi bo'lyapti. Shunda siz shubhaga kirib qolmang, birodar. Qur'on voqea emas, unda aytilgan narsalar ro'yobga chiqmaydi, amalga oshmaydi, u Allohning kalomi emasmikin degan o'yga borib qolsangiz, kufrga kirib qolgan bo'lasiz. Yoki aytasiz, yo'q, Qur'ondagi hamma narsa haq, ammo ularni amalga oshish uchun shartlar bor. Agar shu shartlar bajarilsa, albatta u oyatlarda aytilgan narsa ro'yobga chiqadi. Faqat mu'minlar Allohning nusrat berishiga loyiq bo'lishlari kerak. O'zini musulmonman degan odam hozirgi kunda hammasi ham chindan musulmonmi? O'zini mu'min deb sanaganlarning hammasi chin mu'minmi? Men falon narsani qilaman degan har bitta musulmon aytganini qilyaptimi? Biz haqiqiy mu'min musulmon bo'la olmayapmiz-da. Bilganimizga amal qila olmayapmiz-da. Shuning uchun Alloh taolaning va'dasi biz ustimizda haq bo'lmayotgandir. Biz oyatlarni o'qib turib shunga o'xshagan shubhaga kirib qolmasligimiz uchun bu oyatni nozik ma'nolarini tushunishimiz kerak. Anglash kerak, idrok qilishlik kerak. Fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Agar bilmaydigan bo'lsanglar, biladiganlardan, ilm ahlidan so'ranglar. Shuning uchun so'rang, birodar. Qur'on oyatlarini haqligiga ishonish bu aqida masalasi. Aqida masalasida shubhaga kirib bo'lmaydi. Bu ummatning avvalini nima isloh qilgan edi? Ummatning keyinini, hozirini va kelajagini ham xuddi shu narsa isloh qiladi. Uzoq yo'lni mo'ljallab yo'lga chiqdingiz, mashinada ketyapsiz, motor o'chib qoldi. Mashina to'xtadi. Nima qilasiz? Tushib olib baqir-chaqir qilasizmi? Ey Xudo, to'xtab qoldim deb? Yo bir sababini qilasizmi? Kapotni ochasiz, qo'lingizdan kelgancha sababini qilasiz, nimadir qilasiz. Lekin dod deb turib olganingizdan foyda bormi? Hozirgi kundagi islom olamining mushkulasi doim shikoyat qilamiz. Nima deb shikoyat qilamiz? Alloh bizni tashab qo'ydi. Alloh bizni tashab qo'ydimi? Ilayhi marji'ukum jami'an va'dallohi haqqo. Hammanglar Allohning oldiga qaytib kelasizlar. Allohning va'dasi haq. Alloh yordam beradi, aziz qiladi, nusrat beradi. Kofirlar ustidan g'olib qiladi. Faqat musulmonlar shunga loyiq bo'lsa. Demak, mushkula o'zimizda. Mushkula dinni noto'g'ri tushunishimizda. O fikrlarimizda, o'lchov tushunchalarimizda, yurish turishimizda, fe'l-atvorimizda. Oldimizga qo'ygan maqsadlarning noto'g'riligida.
Aytyapmiz, hozirgi bir odamlarni so'rasangiz, hammasi Alloh Xudo deydi, Allohning roziligi deydi, lekin qilayotgan ishini qarasangiz, bunga to'g'ri kelmaydi. Bir talib ilm imtihon oldida turibdi. Imtihon oldida turibdi. 10 ta imtihondan o'tsa, keyin diplom oladi. Nima qiladi? 9 tasiga yaxshi tayyorlandida, bittasiga beparvo bo'ldi. Ana shu bitta imtihondan o'ta olmadi. Endi qolgan 9 ta imtihondan o'tganligi, 9 ta imtihonga tayyorlanganligidan foyda bormi? Biz shuna bo'lyapmiz-da, birodarlar. Islomni to'laligicha olish kerak. Faqat namoz o'qib, roza tutib, soqol qo'yib, poychashi bilan masjidga yurib qo'ysanglar, bu islomni qoyim qildi degani emas. Yurish-turishimiz, fe'l-atvorimiz, sulukiyatimiz, oldimizga qo'ygan maqsadlarimiz, o'lchov tushunchalarimiz Alloh va Rasuli xohlaganda bo'lgandan keyin nima bo'ladi? Alloh taolo ba'zida hayotda shunaqa bo'lib qoladi. Ikkita ishdan bittasini qilishga majbur bo'lib qolasiz. Ikkalasi ham yomonlik. Shunda nima qilinadi? Yomonligi ozroq bo'lgan ish qilinadi. Bu narsani Nabiy sallallohu alayhi vasallam muqoraba deb ataganlar. Muqoraba. Masalan, bir kishining singlisi bor. Din diyonatdan uzoq, Allohning amriga beparvo. Endi aka dindor, taqvodor. Nima qiladi? Bu dindan uzoq bo'lgan, bir behayo suratda, behayo ishlarda bir qilib yurgan, bir yarim yalang'och yurgan, ibodatdan uzoq bo'lgan singlisi bilan aloqa qiladimi, yo'qmi? Bunaqa qarindosh bilan aloqa qilish to'g'ri bo'lmaydi. Lekin aloqani uzishlik ham to'g'ri bo'lmaydi. Aloqa qilsang ham yaxshi emas, aloqani uzsang ham yaxshi emas. Mana ikkala ishdan bittasini tanlash kerak, ikkalasi ham yaxshilik emas. Shunda qaysinisi yengilroq? Aloqa qilib turishligi. Chunki ehtimol sen aloqangni uzmay tursang, aka, taqvodor aka, sendan bir ta'sirlanar, qilgan yaxshiligidan bir ta'sirlanarda haqqa yurib qolar. Ammo agar aloqani uzadigan bo'lsang, mana shu zalolatida, gunoh ma'siyatida davomli bo'lib ketar. Demak, aloqani uzmasdan u bilan shariat ruxsat bergan doirada muomala qilib turishliging istiqomat deyiladi. Birodarlar, mustaqim bo'lish, istiqomada turish, oshirib ham bormaslik, kamitib ham bormaslik. Ifrot ham yo'q, tafrit ham yo'q. Agar birov qo'lingizga katta bir hovlini kalitini bersa, hovlini narxi $1,000,000 deng. Endi bu hovlini kaliti senda bo'lsa-lar, hovli seniki bo'lib qoldi degani bo'ladimi? Yo'q, uni narxini to'lashlik kerak. Buni misol uchun aytyapmiz, birodarlar. Shuning uchun siz la ilaha illalloh desangiz-u, mustaqim bo'lmasangiz, istiqomada turmasangiz, jannatga kira olmaysiz. Tushuntira oladimmi? La ilaha illalloh Muhammad rasululloh desangiz-u, xohlaganda yashaydigan bo'lsangiz, shariat bilan umuman ishingiz bo'lmaydigan bo'lsa, biz ana shu jannatni kaliti bo'lgan la ilaha illallohni aytdik xolos. Jannatga kirishlik, birodarlar, Allohning fazli bilan bo'ladi. Amallarimiz har qancha katta bo'lmasin, biz jannatga amalimiz bilan kira olmaymiz. Mustaqim bo'lganligimiz bilan kiramiz, Alloh taoloning marhamati bilan kiramiz. Lekin Qur'onda bir oyat bor, biz aytayotgan ma'noga teskari kelganday bo'lib qoladi. Biz nima deyapmiz? Hech kimning amali jannatga kirib ketishlikka kifoya qilmaydi. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning amallari ham. Lekin oyatda aytayapti, astagfirullah, allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaykum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Ular shirk va isyondan pok bo'lgan hollarida farishtalar ularning jonlarini olar ekanlar, sizlarga tinchlik, omonlik bo'lgay, endi qilib o'tgan amalingiz sababli jannatga kiringiz derlar. Qilgan ishinglar sababli jannatga kiringlar deyilyapti oyatda. Lekin hadisda payg'ambarimiz aytayaptilar, hech kimning amali jannatga olib kirib keta olmaydi. Buni nima deb tushunamiz? Maktabda bitirayotgan bir yigit, misol uchun aytyapmiz, maktabda bitirayotgan bir yigit otasi vafot etdi. Otasi faqir odam edi. Lekin bu yigitning amakisi bor, badavlat odam. Kelib aytayaptiki, jiyanim, agar o'qishni davom ettirishni xohlasang, o'ylanma, hamma sarf xarajatini ko'taraman dedi. Yigit qabul qildi,
yillar davomida mehnat qilib, ter to'kib o'qidi, izlandi, mehnat qildi, safar qildi, xolos vaqt o'tdi, o'zini sohasida katta bir olim bo'ldi, martabaga erishdi, jamiyatda katta obro' e'tiborga, daromadga erishdi. Keyin amaki kelib aytdi: "Jiyanim, bunday maqom martabaga o'zingning mehnating bilan erishding", dedi. Desa yigit aytayapti: "Ey amaki, sizni fazlingiz bo'lmaganida men buncha narsa yetmas edim", dedi. Amakini puli bilan yetdimi? Yo o'zining mehnati bilan yetdimi? Ikkalasi ham bo'ldi. Amakining fazli bo'ldi, yigitning mehnati bo'ldi, ikkalasi bir bo'lib turib, bu yigit shunchalik katta maqom martabaga ega bo'ldi. Ikkita narsa: o'zining ijtihodi, amakisining infoqi. Alloh taoloning fazli kimga bo'ladi? Mustaqim bo'lgan bandaga. Xudo kechirsa, biz ham jannatga kirib ketarmiz. Xudoning karami keng deb xolagan ishini qilib yursa, Allohning fazli unga bo'ladimi? Inna rahmatallohi qaribun minal muhsinin dedi Alloh taolo. Allohning rahmati, fazli muhsin bandalarga yaqin bo'ladi. Sen muhsin bo'lasan, bitta kalit, Allohning rahmati bo'ladi, ikkinchi kalit. Shu bilan jannatga kirasan. Mustaqim bo'lasiz, keyin Alloh taoloning sizga fazli bo'ladi, keyin jannatga kirasiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Saddidu va qoribu va abshiru, fa innahu la yudkhilal jannata ahadan amaluhu." To'g'ri yo'lda bo'linglar, mustaqim bo'linglar. Bilinglarki, sizlardan birortangizning amali uni najotga erishtirmaydi. Sizning amalingiz ham yo Rasululloh deganda, ha meni ham amalim. Faqat Alloh meni rahmati bilan o'rab olganda. Demak, boyagi talib ilm yigitni ilm maydonida katta yutuq erishi, katta daromadga erishishligi ikkita narsa sababli bo'ldi. Bittasi amakisining unga qilgan xayr-ehsoni, ikkinchisi o'zining mehnati. Endi siz bilan bizga Alloh taoloning fazli marhamati bo'ladi, bu bitta kalit. Undan burun siz bilan biz mustaqim bo'lgan bo'lishimiz kerak. Mana hozir esli bo'lib o'tiribmiz hammamiz, ha? Majlislarimizga domlalar keladi, majlislarimizga bir imomlar keladi, hurmatli odamlar keladi, odobli, esli bo'lib o'tiramiz. Endi hali domla chiqib ketgandan keyin endi boshqacha bo'lyapmizmi? Demak, mustaqim emasmiz. Bora shunaqa kasalamiz. Bo'pti, qora aka olib ketmaydi dedi. Qo'ying, sekin-sekin bo'ladi endi, qo'y. Demak, mustaqim emas. Aytdik-ku, mustaqim degani to'g'ri. Uyda ham bir xil, ko'chada ham bir xil. Uyda ham so'kinmaydi, ko'chada ham so'kinmaydi. Beri esli bo'lib tasbih aytib turib, mashina minayotganda mana shu tasbih aytganda qilib yuradi. Tushunarlimi? Mash kasalimiz bormi, yo'qmi bizni? Ikki xilmiz, ha? Tushunarlimi, mustaqim bo'lish qanaqa bo'ladi? U bir xil doim. Bir xil. Ota bolasiga dedi: "Imtihondan yaxshi natijalar bilan chiqsang, bitta yaxshi velosiped olib beraman" dedi. Haligi bola imtihondan haqiqatan zo'r baholar bilan o'tdi. Imtihon varaqchasini oldida to'g'ri do'konga bordi. Magazinchiga ko'rsatib turib, "Mana baholar" dedi, "Endi yaxshi velosipeddan bitta bering" dedi. Desa, u magazinchi nima deydi? "Menga nima aloqasi bormi?" dedi. Ota nima degan edi? Imtihon varaqini olib turib magazinga bor deganmidi? Yo'q. Meni oldimga kel degan edi. Tushunarlimi? Demak, bizni dunyodagi mustaqim bo'lishimiz orqasida odamlardan bir narsani kutish bo'lib qolmasin. Mustaqim bo'lishimizdan maqsadimiz Alloh taoloning roziligi bo'lsin, jannat bo'lsin. Shunda bu mustaqimligimiz to'g'ri bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu." Qalbi mustaqim bo'lmagunicha insonning iymoni mustaqim bo'lmaydi. Qaytaramiz. Insonning iymoni mustaqim to'g'ri bo'lmaydi to qalbi to'g'ri bo'lmagunicha. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Endi qalbi mustaqim bo'lmaydi, tili mustaqim bo'lmagunicha. Tili to'g'ri bo'lmagunicha qalbi to'g'ri bo'lmaydi, qalbi to'g'ri bo'lmagunicha iymoni to'g'ri bo'lmaydi. Qayer to'g'ri bo'lish kerak ekan? Agar birodarlar insonning jasadini bir davlat desak, bir mamlakat desak, qalb ana shu davlatning podshohi hisoblanadi. Til ana shu podshohning tarjimoni deyiladi.
gapirayotgan gapingizdan kimligingizni bilish mumkin. Istiqomaning shartlari. Ayrim ulamolar mustaqim bo'lishlikni istiqomaning shartlari bor deyshadi. Ulardan bittasi amaldagi ijtihod. Keyingisi amaldagi iqtisod. Keyingisi ilm hududida to'xtash, ilmda turish. Keyingisi ma'budga muxlis bo'lish. Keyingisi sunnatga ergashish. Nima degani bu? Amaldagi ijtihod birinchisi. Gohida odam amallarni shakliy suratda bajaradi. Namozni o'qiydi, yotib turadi. Roza tutadi, yemay ichmay qo'yadi. Alloh xolaga amallar, lekin suratini ila bajaradi. Juda ko'pchilik odamlarni, mu'minlarni juda ko'pchiligini amallari shakliy xolos. Namoz o'qiydi jasadi, roza tutadi jasadi, lekin qalbi-chi? Namozda hayol ketib qolyaptimi? Demak, namozda qoyim emas. Namozda hozir emas qalb. Roza tutib turib, gunoh ma'siyatlar qalbimizdan o'tyaptimi, ko'nglimizdan o'tyaptimi? Demak, qalbimiz roza tutmayapti. Sadaqa qiladi, zakot beradi. Zakot beradida, mana zakot beradigan payt hozir Ramazon, naqd pul berishlik albatta kambag'allar uchun yaxshi bo'ladi. Lekin naqd puli bo'lmasa, savdo molidan zakot bersa ham bo'ladi. Endi mana shu zakot berayotgan paytda amalida ijtihod qilmaydi. Nima qiladi? O'tmay qolgan astatga tovarini beradi. Sotilmay qolganini, sroq o'tib ketganini olib kelib beradi xayriya fondlariga, kambag'allarga, vaholanki bu narsa hech kimga kerak emas edi. Agar kim mana shunday qilib zakot berayotgan bo'lsa, zakot degan amalda ijtihod ko'rsatmabdi. O'ziga ravo ko'rmagan narsani faqirlarga ravo ko'ribdi. Zakot beradiganlar, eshitdinglar-a? Birinchi navbatda pul beringlar. Chunki o'sha faqirlarga eng zarur narsa pul bo'ladi, o'zining ehtiyojiga ishlatadi. Endi imkon bo'lmasa savdo molidan bersa bo'ladi. Faqat uni zo'ridan bering. Xo'p, eskisini berib yording. Yutdim deb o'ylayapsanmi? Ha? O narigisidan yutkazasan endi. Demak, amaldagi ijtihod degani, mana istiqomaning shartlaridan birinchisi amaldagi ijtihod deyildi. Qo'lingizdagi eng yaxshi narsani berasiz. Eng yaxshi amalni qilasiz. Hatto ayrim odamlar davlatga to'laydigan soliqni ham zakotni o'rniga hisoblab qo'yishar ekan. Fattaqulloha mastata'tum wasma'u wa ati'u va anfiqu khayran li anfusikum va man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kuchinglar yetganicha Allohdan qo'rqinglar. Quloq tutinglar, itoat etinglar hamda infoq ihson qilinglar. Mana shu sizlar uchun yaxshi. Kim o'z nafsining baxilligidan saqlana olsa, bas ana o'shalar najot topguvchilardir. Oyatning boshida nima deyildi? Kuchinglar yetganicha taqvo qilinglar degan joyini odamlar minimal amalda tushunishadi. Kuchinglar yetganicha degani shu minimal amalda ozgina. Bu noto'g'ri tushuncha birodarlar. Aslida kuchinglar yetganicha degani toqatingni oxirigacha ish qilish degani. Qo'lingdan kelgan ishni eng afzalni qil degani. Masalan, namoz o'qimoqchi bo'lsangiz, uyingizda. Qarindosh urug'lar, bola chaqalar vojir-vujur qilayotgan joyda o'qimang. Chunki hayolingiz bo'ladi bular. O, ichkarida uyga kirib keting, hech kim xalaqit qilmaydi. Mana shu namoz o'qishning eng zo'r yo'li. Ikkalaga namoz o'qib qo'ysam bo'ldimi deb turib, o'shada o'qib qo'yishingiz ham mumkin. Yoki ichkariga kirib o'qishingiz ham mumkin. Xo'p. Siz qo'lingizdan keladigan ishni eng afzalini qiling deyapti. Zakot bermoqchimisiz? Pul bering naq. Agar naq pul bo'lmasa, molingizni eng yaxshisini bering. Endi berayotganda ham to'g'ri kelgan odamga beravermang. Surishtiring, ozgina yuguring, harakat qiling, yengil joyini qidiravermang. Ozgina joningizni qiynang, istab topib qo'lingiz bilan bering-da. Birovga berib qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana berib qo'y zakotim desiz. Bu ham bitta yo'li. Amallarda faqatgina yengillikni qilaversanglar, har bitta mazhabdan faqat yengillik olinaversa, bunaqa odamni dini napizlashib ketadi. Bu talfiq deyiladi, birodarlar. Har bitta mazhabdan yengil fatvolarni oladi-da, qarabsizki, bu odamning dinida salobat, haybat qolmaydi. Demak, istiqomani birinchi sharti amaldagi ijtihod. Mustaqim bo'lish, istiqomada bo'lish degani o'rtacha bo'lish degani.
Bu dinimiz vasatiyya dini, o'rtacha yo'l ushlaymiz. Dindan adashishlikning ikki xil yo'li bor. Ifrot va tafrit. Oshirib olish amallarni, bu ham xato, kamaytirib olish amallarni, bu ham xato. Shariy hukmlarga g'uluv kirib ketishlik ham xato, shariy hukmlarga beparvo bo'lish ham xato. Dinimiz o'rtasini ushlaylar deydi. Abu Dardo roziyallohu anhuning ayoli kelib Umar ibn Xattob xalifa bo'lib turgan paytda eridan Abu Dardodan shikoyat qildi. Nima shikoyating bor? dedi. Erim kunduzlari ro'zador, kechalari bedor dedi. Umar ibn Xattob daho bo'lgan. Lekin shu so'zga e'tibor bermay qoldi-da, ering zo'r odam ekan u dedi. Alloh baraka bersin, zo'r ekan dedi. Shunda xalifani oldida turgan Usmon ibn Affon edi. Diqqat qilib eshitgan edi. Ey Amiral Mo'minin, eridan shikoyat qilyapti bu ayol dedi. Xalifa qarab turib, tushungan bo'lsa savolini siz javob bering dedi. Usmon ibn Affon hukm qildi. Eri 3 kun o'tkazib, 4-kunini shu xotiniga beradi. Nima uchun? 3 kun o'tib 4-sini. Chunki 4 ta xotini bo'lsa, bu xotinni o'chirib 4 kunda bir bo'lamidi? Abu Dardo roziyallohu anhu mana shu nafil ibodatlarni qilishda oshirib yuborgan edi. Salmon roziyallohu anhu nasihat qiladi. Seni joningni ustingda haqqi bor, oilangni haqqi bor, ayolingni haqqi bor deydi. Kunduzlari ro'zador bo'lsa, ayoliga qaramaydi. Kechalari namozda tursa ertamangacha ayolini haqqi-huquqi poymol bo'ladi. Demak, oshirib olishlik ham to'g'ri emas, amallarni kamaytirib olishlik ham to'g'ri emas. Demak, istiqoma degani haqlarni ado qilishlik. Ba'zi bir odamlar taqvo qilib o'zicha taqvodor bo'ladi-da, namoz o'qimasa, uni nonushtasiga bormaydi. Namoz o'qimasa yo bir qandaydir shariy amallarga beparvo bo'ladigan bo'lsa, muomala qilmaydi. U bilan savdo qilmaydi, desa u namoz o'qimaydi deydi. Kim aytdi akalar bunaqa qilish kerak deb? Bu taqvo emas, bu dinni tushunmaslik bo'ladi, birodarlar. Payg'ambarimizning sahobalari musulmon bo'lmagan odamlar bilan ham savdo sotiq qilishganmi? Istiqoma sharti bor imkoniyatingni sarf qilishlik. Amallardagi vasatiya yo'lini ushlashlik. Ali roziyallohu anhu aytadi: "Rawihul quluba sa'atan ba'da sa'atin, fa innal quluba idza kallat amiyat." Amallarda doimiy suratda qattig'ini ushlab yurgan, fatvoda qattig'ini ushlagan, shiddatlisini ushlagan odamlar vaqt soati kelgan paytda dindan sovib ketadi ko'yini. Ali ibn Abi Talib aytadi: "Vaqti bilan qalblarga rohat berib turinglar. Chunki qalblar agar malollansa, ko'r bo'lib qoladi. Unaqa qatri bo'lmaydi doim. Kunda roza tutib bo'lmaydi. Kun ora roza tutsin. Bir oyda 3 kun roza tutsin. Dushanba, payshanba roza tutsin, lekin har kun emas. Mustaqim bo'lish degani o'rtacha yo'l tutishlik degani. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zi yolg'iz namoz o'qisalar, juda uzoq o'qirdilar namozni. Lekin imom bola o'qib bersalar, jamoatga namozni qisqa o'qirdilar. Muoz ibn Jabal buni aksini qilib, jamoatga o'tganda, imomga o'tganda namozni cho'zib yoradi. Shunda payg'ambarimiz afattan anta ya Muoz, siz fitnachimisiz dedilar. Tushunarlimi? Istiqoma degani o'rtacha bo'lish degani. Shariatda doirasidan, ramkasidan chiqmasligi degani. Shayton birodarlar insonni o'ng tomondan keladi, chop tomondan keladi, vasvasa qiladi. Onani qilma, manoni yema, manoni ichma. Ular mana ishga kirishadigan bo'lsa, shubha bor deb vasvasa qilaveradi-da, kerak emas o'rnida. Oqibatda boyagi mo'min ilmsizligidan hamda qattiqlikka, tatarrufga berilgandan ishsiz qolib ketadi. U yerga borsa, u yerda mana ishlar narsalar bor ekan, mana mumkin emas narsa bor ekan, ishsiz qolib ketadi. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va